Mani erim romantiklar deb stories qo'ysam, bitta obunachim rassa hayotdan to'yib turgan ekanlar, bir varroq qilib xat yozib yuboribdi. Mani erim romantik emas, sizni ko'rsam havasim keladi. Eringiz bilan hali o'tga borasiz, storieslaringizni ko'rib havasim keladi. U ishlarda ham yordam bermanglar. Birpas bolamga ham qarab turmanglar. Kichkina chaqqalog'im bor. Hech bo'lmasa idishlarni yuvishib yorib, hech bo'lmaganda plyusos qilib bersalar bo'ladi. Hattoki bitta naskilarini ham o'zlari yuvmanglar deb xat yozib yuboribdilar. Bu obunachim xohlayotgan narsalarini o'qib, o'zim to'g'risi shokka tushdim. Men xo'jayinimda bu narsalarni hattoki tushimda ham ko'rmaganman. Eringiz bilan peshkom musor tashlashga borib kelasizmi? Ana o'sha romantik. Uyga ro'zg'or, bozorlik qilib beryaptilarmi? Ana o'sha romantik. Mashina haydayotganlarda oldi o'rindig'ida o'tirib ketasizmi? Ana o'sha romantik. Siz uchun ishdan qaytayotganlarda bir dona shokolad yoki ichimlik ko'tarib kelyaptilarmi? Ana o'sha romantik. Menga bugun romantika qilib xo'jayinim Milaf ichimligidan olib ketdilar. Tarkibida shakar mavjud emas, bezarar xurmo shirasidan tayyorlangan ichimlikni oldiga shunaqa shiringina pechenyelar tayyorlab qo'ydi. Bizani bugungi romantikamiz mana shu. Siz romantikingiz qanaqa? Kommentariyada yozib qoldiring. Mazza qilib gaplashamiz.